Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana Vectron Family. Bugun siz bilan ko'pchilikni qiziqtirgan, lekin ko'pchilik qo'rqib kirishga jur'at qila olmayotgan bir yo'lni boshlaymiz. Bu mol biznesi bo'ladi. Mol biznesi bu faqat hayvon boqish emas. Bu rejali yondashuv, to'g'ri boshlang'ich tanlov, parvarish, ovqatlantirish, muhit, gigiyena va eng muhimi to'g'ri hisob-kitob. Biz bilan birga qoling, chunki oldinda sizni haqiqiy tajriba, haqiqiy hisob-kitob va haqiqiy natijalar kutyapti. Qani unda videoni cho'zib o'tirmasdan boshladik. Mol biznesini boshlash uchun sizga katta joy kerak emas. Bitta mol uchun 3x3 metrli joy ham bemalol yetadi. Agar siz ikkita va undan ko'p mol boqmoqchi bo'lsangiz, ularning usti yopiq bo'lishi shart. Joy shamollatiladigan, lekin sovuq urmaydigan bo'lishi kerak. Qish vaqtida mol sovuqdan qiynalmasligi uchun yon tomonlari yopiq bo'lishi maqsadga muvofiq. Qo'l qismi quruq bo'lishi kerak. Qo'l joyda mol ozadi va kasallanadi. Mol qo'yiladigan joyga alohida svet, suv idishi va yem solinadigan oxri bo'lsa juda yaxshi variant. Yozda salqin bo'lishi muhim, chunki mol issiqni yomon ko'radi. Joyni imkon qadar yotoqqa yaqin qilish kerak, chunki ertalab va kechqurun yem berish qulay bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, asosiy talab quruq, toza va shamollatiladigan joy bo'lishi kerak. Molni asosan chorva bozorlari va fermerlardan olish eng to'g'ri tanlov hisoblanadi. Qishloq joylarda odamlar o'zining boqayotgan mollarini ham sotib beradi. Bu ham juda yaxshi variant. Yosh buzoqlar odatda 6-10 oylik bo'ladi. Narxlar esa vazniga qarab belgilanadi. Hozirgi kunda ko'p joylarda 1 yoshga yaqin buzoqlar o'rtacha ma'lum bir narxda bo'ladi. Nasli yaxshi, zotli buqalar esa biroz qimmatroq bo'ladi, lekin o'sish ham shunga yarasha bo'ladi. Eng yaxshi mol oyoqlari to'g'ri, nafas olishi bir maromda va harakatchan bo'ladi. Juda ozg'in yoki kasallik alomati ko'rinadigan mollarni olish tavsiya etilmaydi. Agar bir qancha mol olmoqchi bo'lsangiz, bozor narxlarini avvaldan tanishib chiqing. Molning bozor narxi mavsumga qarab o'zgaradi. Ayniqsa Qurbon hayitiga yaqin narxlar juda ko'tariladi. Molni imkon qadar bahor yoki yoz boshida olgan ma'qul. Molning asosiy ozuqasi pichan, arpa, suli, makkajo'xori va ko'katlar. Pichan eng muhim yem, molning oshqozoni uchun juda foydali. Kuniga o'rtacha 15-20 kg pichan molga bemalol yetadi. Arpa yoki aralash don berish molning vaznini tez o'stiradi. Yozda molga ko'p miqdorda ko'katlar berish muhim. Bu arzon va foydali yechim. Suv bo'lmasa mol oshqozonidagi pichan hazm bo'lmaydi. Qishda yem xarajati biroz ko'proq bo'ladi, chunki ko'kat yo'q. Agar ozuqani to'g'ri bersangiz, mol oyiga 15-25 kg vazn qo'shadi. Mol qancha yaxshi ozuqlansa, narx shuncha tez oshadi. Chunki har bir yegan ozuqa keyin daromad bo'lib qaytadi. Misol uchun 1 yoshga yaqin buzoq sotib olasiz. Uni 5-6 oy boqib o'stirasiz. Bu vaqt ichida vazni kamida 60-80 kg ga oshadi. Bozor narxi mavsumga qarab doimiy oshib boradi. Molni sotganingizda xarajatlaringizdan ancha yuqori daromad chiqadi. Bir dona moldan o'rtacha 2 milliondan 4 million so'mgacha sof foyda olish mumkin. Zo'r holatda, ayniqsa Qurbon hayiti yaqinida foyda 5-6 million so'mgacha chiqishi mumkin. 5 dona mol bo'lsa foyda 5 barobar ko'payadi. Ularning hammasi faqat boqiladigan yemni vaqtida berish, beriladigan suvni vaqtida ta'minlashga bog'liq. Mol o'sishi bilan sizning foydangiz ham o'sadi. Bu eng yaxshi biznes tizimi. Xulosa, molni vaqtida olib to'g'ri boqilsa foyda kafolatlangan bo'ladi. Sizlar bilan video ortida Vectron Family jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kommentariyada keyingi biznes qanday bo'lishini yozib qoldiring.